Bir qaynona yozibdi. Kelinim tug'ib semirib ketdi, dangasa-da, o'zicha ozaman deb bolani qiynadi, suti kamaydi. Men 4 ta tug'ib ham semirmaganman. Na issiqqa ko'nadi, na sovuqqa. Keling, menga g'iybat bo'lib qolmasin, shuni mutaxassis sifatida ilmiy tushuntirib bera qolay. Har bir ayolning tanasi bir xil emas. Ba'zilarda tug'ruqdan keyin ortiqcha vazn bo'ladi, ba'zilarda kuzatilmaydi bunaqa holat. Sababini tushuntiraman. Ba'zi onalarimizda estrogen hamda tiroid gormoni tushib ketadi. Natijada metabolizm sekinlashadi. Kechqurungi uyqusiz kunlar hisobiga kortizol ko'tariladi va qorin atrofiga yog' to'playdi. Homiladorlikdan keyingi insulin rezistentlik davom etishi natijasida ishtaha ochilib, yanada shirinlikni tortishi mumkin. Kechqurun uxlamagan onalarimizda tabiiy ravishda suti ham kamayib ketadi. Ba'zilarda bu holat bo'lmasligi gormonlar me'yorda ekanligidan dalolat. Bu dangasalik emas, hurmatli qaynona onajonlar. Bu ayol tanasining fiziologiyasi. Agar sizda ham mana shu tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn muammolari bor bo'lsa, izohlarda ona so'zini yozib qoldiring. Sizga tug'ruqdan keyingi vazndan qutulishning 5 ta ilmiy qadamini o'rgataman.